Britaniya muzeyida mamlakatimiz tarixiga oid o'ta noyob eksponat Mirzo Ulug'bek suv ichgan piyola saqlanadi. Uzunligi 15 sm bo'lgan piyola yuziga Ulug'bek Koragon deb yozilgan. Piyola yashil rangli nefrit toshdan o'ta mohirlik bilan sayqallangan holda ishlangan. Uning bandi ajdar shaklida bo'lib, og'zi piyola uchini tishlagan, oyoqlari yerga tegib turadi. Piyolaning og'iz tegar yeri lab shaklida bo'lib, unga karami haqqa nihoyat yo'qdir, ya'ni Alloh taolo karamining cheki yo'q degan yozuv bitilgan. O'sha vaqtlar nefrit Movarounnahirda noyob tosh sanalgan. Piyolaning nefritdan ishlanishining sababi u chaqmoq urishidan saqlagan. Eng asosiysi, nefritga solingan zahar o'z ta'sir kuchini yo'qotgan. Natijada bunday piyola egalari ichimlikni bexavotir icha olgan.